Koreyani hayotini bilmaydi, Koreyani issiq sovug'ini boshidan o'tkazib ko'rmagan. Koreyaga kelmoqchi bo'lgan qizlarimizga ham yordam berasizlar. Bu yerda birov do'st topish ham qiyinda. Shuning uchun ham biz opa singillar uyushmasini tashkil qilganmiz. Jonlaringdan, hayotlaringdan hech narsa aziz emas. Adekvatni yaxshi qizlar bor-da Koreyada. Ko'proq qiz bolaga mas'uliyat tushib qolayotgandek tuyuladi. Ota-onam aybdor ekan deb ota-onasini ayblab qolib ketyapti o'sha joyda. Demak, jamiyat shakllanishiga bog'liq emasmi hech narsa? Ayol qizlarning o'rtasida birlashish ko'proq bo'lsa yaxshiroq bo'lardi. Bo'yniga mas'uliyatni olmaydigan erkaklar ko'p. Faqat ali manfaat evaziga aloqaga chiqayotganga o'xshab qolish. Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun studiyada yana SS podkastining navbatdagi soni, 3-soni. Demak, biz bugungi sonimizga ajoyib mehmonlar taklif qilganmiz. Ishtirokchilar bilan tanishtirib o'tib ketaman. Boshlovchilikda Aziz Nabijonov, men va bugungi mehmonimiz Koreya hayoti bo'yicha ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan inson va Koreyadagi o'zbek psixologi Mohigul Ismoilova va Koreyada ikkinchi mehmonimiz Koreyada opa-singillar uyushmasi asoschilaridan biri hamda tarjimon Lobar Zoirovalar tashrif buyurgan. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? O'ylaymanki, bugungi podkast ko'rayotgan odamlarga foydali va qiziqarli podkast bo'ladi deb o'ylayman. Endi bizda podkastimizni ko'rgan bo'lsanglar, YouTube'da chiqqan podkastlarimizni boshlovchilar salomlashgandan keyin tanishtiradida, nimalar o'zini mehmonlar. Shunga o'zingizlar qachon kelgansizlar, nimaga kelgansizlar Koreyaga, keyin hozir qaysi sohada faoliyat yurityapsizlar-da, shu haqida gapirib bersanglar, keyin mavzularimizga kirishib ketamiz. Kimdan boshlaymiz? Xohlasizlar bor. Mayli. Men boshlab bera qolay bo'lmasa. Endi ism familiyamni aytib o'tdingiz. Lobar Zoirova. Koreyaga kelganimga 12 yil bo'ldi. Birinchi boshida kelganimda men Y9 viza, ya'ni ishchi vizasi bilan kelganman. Undan keyin 4 yil mobaynida ish faoliyatini yuritib, keyin bakalavrda o'qishga kirib, bakalavrga o'qidim. Undan keyin orada bir ishlab, magistraturaga hozir o'qiyapman. Undan tashqari tarjimonlik bilan ham shug'ullanib kelaman. Opa-singillar uyushmasi asoschisiman. O'zingiz asoschisiz. Ha, o'zim endi asosiy asoschilardan biri o'zimman, chunki o'zim tashkil ishlarni o'zim olib borganman. Endi boshqa qizlar ham yordam berishgan. Ko'pchilik elchixona qoshida ochilgan. Endi bu haqida xabaringiz bormi yo'qmi bilmayman. Yo'q, xabarim bor, men ko'rib chiqdim. Suhbatdan oldin. Elchixona orqali o'sha elchixonani qoshida, ya'ni ochilgan. Ochilgan opa-singillar uyushmasi. Shunaqa. Yaxshi. Assalomu alaykum yana bir bor. Men Ismoilova Mohigul, Koreyadagi o'zbek psixologi. Ya'ni Koreyada psixolog sifatida faoliyat yuritaman. Qariyb 5 yildan beri psixolog sifatida faoliyat yuritaman. Kelganingizga 10 yilcha bo'lib qoldi. Kelganimga 10 yil bo'ladi, Hozirgi kunda asosiy ishim mana shu Koreyadagi o'zbek opa-singillarimizni psixologik muammolarini yechishga qo'limdan kelgancha yordam berish va o'zimning kurslarim bor. Undan tashqari mana har xil seminarlar tashkil qilyapmiz. Lobarxon bilan ham birgalikda bir necha seminarlar, jonli uchrashuvlar tashkil qilganmiz. Ya'ni mana shu Koreyadagi opa-singillarimizni psixologik sog'lomligi ustida qo'limizdan kelgancha ish olib boryapmiz. Hamda ikkita farzandni katta qilayotgan onaman. Hozirgi kunda asosiy ishlarim shu. Shu. Demak, bo'lmasa Mohigul opa, prям mavzuga kirib ketaveramizda. Qarangda, birinchi savolim bor sizga. Koreyada Mohigul opa psixolog sifatida ko'plab ayollar bilan ishlaysizda. Koreyada aynan o'zbek ayollari yoki qizlari ko'proq qanaqa muammolarga duch kelyapti? Qanaqa muammolar bilan sizga murojaat qiladi? Masalan, bu bo'lishi mumkin oilaviy muammolar, qandaydir stresslar yoki munosabatlar. Qo'sh tirnoq ichidagi munosabatlar qanaqa bo'lsa ham, qanaqa muammolar bo'yicha ko'proq sizga murojaat qilishyapti? Shu haqida gapirib bersangiz. Men o'zi psixologiya sohasiga qiziqqanimga materiallar o'rganib, o'sha paytda endi CD disklar bo'lar edi. YouTube bunaqa ma'lumotlar yo'q edi. Shunaqa CD disklardan o'rganib, kitoblardan o'qib, ya'ni buni psixologiyani o'rganishni boshlaganimga 14 yil bo'ldi. Keyin orada Koreyaga kelganimdan keyin
ya'ni bu soha bo'yicha o'qimay qo'ydim va bilganlarimga ham amal qilmay qo'ydim. Shu jarayonda men kuzatuvchi insonman va kuzatishim jarayonida o'zbek ayollarimizni aynan psixologik muammolarini ko'rganman. Koreyada. Koreyada endi meni atrofimda men Koreyada yashaganim uchun Koreyadegilar haqida gapiramizda. Batta ko'proq nima deydi? Yolg'izlik, stress va зависимость. Зависимость nima O'zbekchasiga deydi? nima bo'ladi? Qaramlik. Qaramlik. Qaramlik desa sal xunukroq eshitiladi. Endi bizga psixologik terminlarda ruschasini ishlatish qulay bo'lib qolgan. Demak, yolg'izlik, yana qaytarib o'ting, stress va зависимость. Зависимость bu qaysidir davlatdan yoki qaysidir ishdan yoki qaysidir insondan farqi yo'q. Umumiy aytaman, зависимость. Men mana shu narsani ko'rganimdan keyin bularga men o'zim bilganimcha yo'l yo'riq ko'rsatishga harakat qilganman, lekin o'sha paytda bilimim, kuchim yetmagan. Keyin kuzatib turib, Koreyadagi opa-singillarimizga normalniy bitta psixolog kerak ekan. Ya'ni o'zim ham boshimga sinovlar tushganda, stressli vaziyatlar tushganda psixolog izlaganman va O'zbekistondan psixologlardan konsultatsiya olganman. Ulardan albatta minnatdorman. Lekin xuddi xayolimda meni muammoyimni to'la to'kis tushunmaganga o'xshavergan. Chunki u inson Koreyani muhitini ko'rmagan, Koreyani hayotini bilmaydi, Koreyani issiq sovug'ini boshidan o'tkazib ko'rmaganda. To'g'ri, yashab ko'rmagan odam bilmaydi. Yashab ko'rmagan odam u yoqda turib menga nima qilyapti? Ya'ni baribir fikrlash juda katta farq qiladi O'zbekistondagi insonlar bilan Koreyadagilar. Qo'shilaman. Demak, asosan shu masala bo'yicha murojaat qiladi. Yuqorida aytib o'tib ketdingiz. Birinchisi stress. Yolg'izlik. Albatta. Yolg'izlik, ikkinchisi stress, uchinchisi qaramlik. Masalan, shularni yana ham ichiga kiribroq tushuntirib bera olasizmi shu narsa haqida? Masalan, yolg'izlik deganda qanaqa yolg'izlik? Ota-onadan uzoqdami yoki stress deganda qaysi tomonlama stress olyapti? Ish tomonlamami yoki shu tomonlarda chuqurroq? Endi yolg'izlik deganda faqatgina bu ota-onadan uzoqlik yoki ya'ni jismonan uzoqlik emasda, ruhan uzoqlik. Nafaqat ota-onadan. Misol bitta uyda yashab turib, bir-biridan uzoqda yashayotgan insonlar bor. Bir juft bo'lib turib, er-xotin bo'lib turib, umuman qarashlari har xil insonlar bor. Majburdan jamiyat uchun, insonlar uchun yoki o'sha qanaqadir o'sha status uchun, oilali degan status uchun yoki o'sha oddiy o'sha mol-mulk talashish, bo'lishish, mana shu masalalarni o'rtaga qo'ymaslik uchun yoki farzandlar uchun deb chidab yashayotgan insonlar bor. Bu nafaqat Koreyada, bu hamma joyda bor. Shuning uchun ham biz mana onlayn faoliyat yuritamiz. Menda nafaqat Koreyadan, Dubaydan, Amerikadan, Rossiyadan, Turkiyadan konsultatsiyamga qatnashadiganlar ham bor. O'zbekistondan asosiy auditoriya bor. Ya'ni bu yerda bu gapirayotgan gaplarim ko'proq umumiy ayollarimizdagi muammolar. Endi stress bosim kuchlik. Koreyada o'ziga yarasha yoki jamiyat tomonidan ham bosim, masalan o'g'il bolada gapingiz bo'ldim, o'g'il bolada shunaqa narsa borda, Koreyaga kelgandan keyin oila tomonidan ham bosim bo'lishi mumkin-da, masalan ko'p mas'uliyat borda erkaklar bo'ynida. Qizlarda ham shunaqa bosimlardan qanaqalar bor deb misol keltira olasiz? Endi o'sha xuddi o'g'il bolada bor muammolar qizlarda ham bor. Misol uchun ular ko'chaga chiqyapti, oilani, or-nomusini yelkasiga ilib, undan tashqari mas'uliyat bor. To'g'ri. Ya'ni o'sha hamma oilada ham o'g'il bo'lmaydi, bo'lavermasligi mumkin. To'g'ri. Katta farzand qiz bo'lishi mumkin, qizga suyangan bo'lishi mumkin, qiz bola yoki ota-onasini yagona boquvchisi bo'lishi mumkin yoki otasi bo'lmasligi mumkin. U ham o'sha har bir insonni chetga chiqishini o'ziga yarasha ma'lum bir sababi bor. Hech kim o'zidan o'zi musofirlik yukini yelkasiga olib chiqmaydi. Musofirlik yukini yelkasiga olib chiqish uchun qo'pol qilib gapirganda otni kallasidek duh kerak. Buni yelkasiga olib chiqqan qizlarimiz albatta jamiyat tomonidan ham juda katta bosimga uchraydi. Kimdir o'qishga kelgan, kimdir turmushga chiqib kelgan, kimdir yana ishlashga kelgan, lekin uni ham o'sha kamchiligi bor, ota-onasiga u ham yaxshilik qilgisi keladi, uy-joy qilgisi keladi, o'sha yaqinlaridan uzoqda harakat qilyapti, lekin nimagadir bizda xuddiki faqatgina nima deydi, erkaklarga mumkin-u, ayollarga mumkin emas degan tushuncha borda, bosim qilishadi, lekin u ayollarni ham o'sha bidavoy kamchiliklari, o'sha muammolarini hal qilib beradigan odam yo'q o'zidan tashqari. Ya'ni Alloh ya'ni bu dunyoni
moddiylik ustiga yaratgan. Ya'ni har bir insonni yashashi, hayot kechirishi uchun moddiyatga ehtiyoji bor. Ular havodan oziqlanmaydi. To'g'ri. Shunaqa. Va shu qizlarimizga juda bosim kuchli. Shu tomonlama. Ayniqsa o'zimizni millatdoshlardan bosim kuchli. Albatta bu mavzu haqida yana gaplashib o'tib ketamiz. Bitta yaqinda shu mavzu bor edi, shu haqida yana to'xtalib o'tib ketamiz. Undan oldin Lobar, sizga savolim bor. Demak, opa-singillar uyushmasini asoschisiman dedingiz. Opa-singillar uyushmasi o'zi qanaqa paydo bo'ldi? Ushbu uyushma keyin nima bilan shug'ullanadi? Faoliyati qanaqa? Keyin Koreyadagi o'zbek qizlarimizga yoki ayollarimizga qanaqa yordam bera oladi? Shu haqida tushuntirib berasiz. Aslida opa-singillar uyushmasini tashkil qilishning asosiy sababi ora-sirada bir o'zingiz ham eshitib qolgan bo'lsangiz kerak, ko'p o'zbek ayol qizlar o'rtasida har xil noxush voqealar bo'lib qoldi-da. O'shalarni eshitib, ko'rib, keyin shunaqa bitta uyushma bo'lsa yaxshi bo'lardi deb o'yladim-da. Masalan, o'zim ham boshida mana ishchi vizasi bilan kelganman. Ishchi vizasi bilan kelganimdan keyin baribir yolg'izlik bo'lgan o'zimda ham, chunki atrofimda qizlar kam bo'lganda. Endi bitta masalan tekstilniy fabrikada yoki biron joyda ishlasangiz ham chet ellik boshqa qizlar bo'ladi. O'zingizning millatdoshlaringiz bo'lsa bitta yoki ikkita bo'ladi-da. O'shanga ko'p baribir auditoriyamiz qanaqa aytsam bo'ladi uni? Bir krug deydi-yu, bir o'sha ayol kishi baribir ayol kishi dardkash bo'ladi-da. O'shaning uchun ham qanaqadir bir jamoa shunaqa bo'lsa yaxshi-da. Shuning uchun ham uyushma tashkil qilishni o'yladim. Bu uyushma orqali biz shu Koreyadagi o'zbek ayol qizlarimizga qanday yordam bera olamiz? Ya'ni mana shu Koreyani hayot tarzi haqida ma'lumot bera olamiz, keyin huquqiy, qonuniy masalalarda yordam bera olamiz. Misol uchun tarjima masalalari kerak bo'lib qolishi mumkin. Yo bo'lmasa boshqa bir qiyinchiliklarga duch kelib qoladigan opa-singillarimizga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Demak, Koreyaga kelmoqchi bo'lgan qizlarimizga ham yordam berasizlar. Onlayn orqali bo'lsa ham. Onlayn orqali bo'lsa ham yordam beramiz. Shunaqa. Misol uchun stipendiya masalalari bo'yicha qanaqa stipendiyalar olib kelishlari mumkin, Koreyada shart-sharoit qanaqa, o'sha narsalar haqida ma'lumot beramiz. Keyin o'zimiz ham mana Instagram, Facebook yoki Telegram kanallarimizga qo'yib boramizda. Misol uchun Koreya qanaqa, mana shunaqa sharoiti bor, mana shunaqa qilib ish topsa bo'ladi, yo bo'lmasa mana shunaqa qilib o'qisa bo'ladi, shunaqa stipendiyalari bor deb ma'lumotlar berib boramiz. Yaxshi. Keyin shaxsiy savol menda tug'ilib qoldi-da. Birinchi o'zingiz tanishtirganingizda aytdingiz-ku, Y9 vizada kelganman dedingiz-da. Bizni mamlakatimizda kamdan kam uchraydigan holda bu ko'pchilik masalan erkaklar keladi, ayollar kamdan kam keladi. Agar Y9 da ishchi vizasi bilan Koreyaga kelgan ayol sifatida buni student ayoli bilan solishtiradigan bo'lsangiz, qanaqa farqlari bor? Qiyinmi yoki osonmi? Masalan, student qizlar keladigan bo'lsa, moliyaviy tomonlama ko'p narsalardan qiynalishadi-da. Agar ishchi vizada ayol kishi yoki qiz bola keladigan bo'lsa, qanaqa qiyinchilik bo'ladi yoki qanaqa tomonlari bor? Aynan shu masala bo'yicha o'zim gapirmoqchi edim. Savol beraman. Yaxshi savol berdingiz. Y9 vizasi, ya'ni ishchi viza bilan kelish student vizaga qaraganda osonroq. Qanaqa? Yashash tarzi osonroq. Yashash tarzi. Chunki sizda uy bilan ta'minlab beradi. O'sha zavodmi, fabrikani o'z uy bilan ta'minlab beradi. Oylik maoshingiz har doim bo'lib turadi. Keyin ishingiz tayinli bo'ladi-da. Student viza bilan keladigan bo'lsangiz, misol uchun ba'zi bir qizlarimizda ota-onasi pul bera olmasligi mumkin-da. Ish topish muammo bo'ladi. Uy topish muammo bo'ladi. Juda ham qiyin student vizasi. Har sochilib ketadi-da. Shunaqa. Juda ham qiyin. Keyin men bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Qizlarimizga ham, endi butun o'g'il bolalarga ham tegishli bu gap. Agar ishlamoqchi bo'lsangiz, ishchi viza bilan keling demoqchi edim-da. Haqiqatda ishlamoqchi bo'lsangiz, qiz bola bo'lib. Qiz bola bo'lsangiz ham, o'g'il bola bo'lsangiz ham, chunki qiz bolalarni ham qonuniy tarzda himoya qiladi-da. Ishchi vizada keladigan bo'lsa, hech qanaqa problema bo'lmaydi yoki yomon yo'lga kirib ketish unaqa narsalar bo'lmaydi. Qanaqadir o'sha ishxonasini o'zida qanaqadir munosabatlar bo'lib ketishga ishxona tomonlama, Koreya tomonlama yo'l qo'ymaydi demoqchisizda. Yo'q, yo'l qo'ymaydi. Qonuniy himoyada bo'ladi. Даже oyligini ola olmagan holatda ham oyligini olib beradi ham-da, qonuniy jihatdan-da. O'shaning uchun ham men qizlarga ham, o'g'il bolalarga ham agar ishlamoqchi bo'lsangiz, ishchi viza bilan keling demoqchiman-da. Student viza bilan keladigan bo'lsangiz qiyin bo'lib qoladi. Keyin student viza bilan keladigan qizlarning ota-onasiga ham bir gapim bor edi. Iloji boricha, endi ko'pchilik ota-onalar qizlaridan ham o'sha qanaqadir moddiy yordam kutishadi-da. O'qishga kelayotgan qizlardan. O'qishga keladigan qizlardan-da. Men faqat bolalardan deb o'ylardim. Yo'q, qizlardan ham kutishadi-da. Iloji boricha qizingizdan shu narsani kutmang demoqchi edim-da. Bu bolalardan ham
qizlardan ham iloji boricha shu narsani kutmang, ular avval o'zini o'zi eplab olsin deb aytmoqchi edim. Agar kutadigan bo'lsangiz o'qish vizada jo'natmang, ishchi vizada jo'nating. Ishchi vizada jo'nating. Ha, shunaqa. Chunki ishchi vizada kelsa bemalol ana ishlaydi, pul to'playdi, uyga ham jo'nata oladi, har tomonlama foydada. To'g'ri. Shuni aytib o'tmoqchi edim. Ikkalangizga ham savol bu. Ikkalanglar ham shu o'zingizlar fikringlarni bildirasizlar. Demak, Koreyada yashashni qaysi jihatlari ayollar psixologiyasiga ko'proq ta'sir qiladi? Til bilmaslik yoki ish bilmaslik, yolg'izlik, Koreyada eng o'sha ayollarimiz, o'zbek ayollarimiz oladigan, ya'ni stressi asosiy top 3 tasi nima? O'zingizlar boshingizdan o'tgan nima sifatida siz ham gapirishingiz mumkin, keyin Lobar siz ham gapirishingiz mumkin. Birinchi o'rinda o'sha til bilmaslik. Bu yaxshigina odamni stress holatiga tushiradi, chunki nima xohlayotganingizni, nima vaziyat bo'layotgan, har xil vaziyat bo'ladi hayotda. Tushuntirib bera olmasangiz, o'zingiz ham qonun tomonlama huquqlaringizni ham bilmaysizda. Birinchisi til bilmaslik. O'sha ikkinchisi Koreyadagi tezlik. Masalan, buni o'zbekchasiga tushuntirib bersangiz qanaqa? Hamma narsa endi Koreyada palli-palli, hamma narsaga ulgurish kerak. Tez. Misol, men birinchi kelganimda shu qiynagan narsa shu bo'lgan, aytilgan joyga erta o'sha va biz O'zbekistonda bemalol yurib, bemalol borib o'rganganmiz va ya'ni mas'uliyatni olib o'sha punktualniy bo'lib olish uchun ozgina vaqt kerak bo'lgan. Shu paytda yaxshigina stress bo'lganman, chunki bironta bir joyga kech qolib borsangiz hamma boshqacha qaraydi-da, bu punktualniy odam emas ekan deb sразу odamlarning ko'zidan pasayib qolganingizni his qilasiz. Shuning uchun ham odam psixologik jihatdan ham ulgurishim kerak deb ana ichida ana qattiq harakat qilish holatlarda выгорание bo'lib qoladi. To'g'ri. Bu Koreyada aytib o'tdingiz-ku, Koreyada ham shunaqa, keyin Yevropa davlatlarida ham chet elda o'zi shunaqa aytilgan vaqtiga ko'pchilik chet elliklar masalan aytilgan vaqtiga keladi. Bizda sal bu narsa endi yaxshilanyapti deb o'ylayman. Bizda sal shu narsada shunaqa xatolik bor. Mana shu ikkita menda Lobarxonda qo'shimchalar bo'lsa? Til bilmaslik deb to'g'ri aytdilar. Bu endi asosiy muammolardan bittasi. Undan keyin yolg'izlik, stress aytib o'tganlaridek. Til bilmaslik degan joyda men bir ikkita misollarni keltirib o'tib ketmoqchiman. Ba'zi bir qizlar bizga yozishadi-da, mana shu Instagram orqali yoki Telegram orqali yozishadi. Men ish izlayapman, o'qishga kelganman, studentman, lekin til bilmayman. Biz bu holatda hech qanaqa yordam bera olmaymiz-da. Qiyin masala bu. Qiyin masalada ish topish uchun juda ham qiyin masala. Koreyaga kelyaptimi? Koreys tilini birinchi navbatda o'rganib kelgan ma'qul-da. U tilni bilmaydimi? U ijtimoiy hayotga kirishib ketishlik qiyin bo'ladi-da. To'g'ri. Shuning uchun ham birinchi bo'lib shu Koreyaga keladiganlar tilni o'rganib kelishsa maqsadga muvofiq bo'lardi-da. Keyin stress juda ham ko'p. Aytib o'tganlaridek palli-palli, o'sha tez hayot. Undan tashqari Koreyada endi bir-biridan o'targa poyga o'ynashadi ko'pinchada. Raqobat kuchli. Shuning uchun ham misol uchun mana til bilmay keladiganlarga yana Koreyan o'zida yashab yurgan hozir masalan o'zbeklarimizda ham ichida til biladiganlar juda ham ko'p, yaxshi biladiganlar. Hozir kimga qarasangiz 6-gip deydi-da, topikda. Shuning uchun ham baribir koreys tilini yaxshi o'rganib kelishlarini tavsiya ham qilardim-da men. Shunaqa. Keyin yolg'izlik ham ota-onadan yiroqda, endi do'stlardan yiroqda. Bu yerda biror do'st topish ham qiyin-da, ayniqsa qiz bolaga dugona do'stlik qilmaydi-da ko'p joylarda-da. Shuning uchun ham dugona topish masalasi ham ozgina qiyinroq. Shuning uchun ham biz opa-singillar uyushmasini tashkil qilganmiz. Opa-singillar uyushmasiga, ya'ni yaxshi qizlar bor demoqchiman-da. Bemalol maslahat kerak bo'lsa, bizdan maslahat olishlari ham mumkin. Do'st kerak bo'lsa, mana do'st bo'ladi-da shu qizlarning o'zi ham-da. Keyin shularni aytib o'tmoqchi edim men. Menda qo'shimcha bor. Haliga aytganlarimga qo'shimcha. Lobarxon gapirganda menda ham fikr paydo bo'lib qoldi. Hali aytganim o'sha palli-palli o'sha tezlikka biz disiplinaga yoshligimizdan unaqa darajada o'rgatilmaganmiz, koreyslardek o'rgatilmaganmiz va bu yoqqa kelib bularni sistemasiga tushib olguncha odamda yaxshigina stress bo'ladi. Bu ichki bosim bo'lsa va tashqi bosim bor. Tashqi bosim jamiyatdan bo'layotgan bosim. Misol, oddiy o'sha chetga chiqqan qizga uylanarmidingiz, chetda o'qigan qizga uylanarmidingiz degan har xil. Bu narsa hali ham bormi? Savollar hali aylanadi. Bu narsalar o'zi kulgili-da. Endi bu haqida to'xtalish ham nima emas. Keyin o'sha ota-onadan, yaqinlardan bo'lgan bosim. Misol,
o'tgan safargi podkastda ham ko'rsam mani ota-onam pul so'ramagan, bunaqa deb yozganlar ham ko'p bo'pti, lekin bizni yonimizga endi haqiqatdan ham muammosi bor odamlar keladi-da. Qizlar bitta joniga butun oilani ko'targan, ukalariga uy-joy qilgan, uylantirgan, misol ularni qarzini o'zi ish qilib juda katta mas'uliyatni bo'yniga olib kelgan qizlar borki, hali nima deydi, ham o'qiydi, ham ishlaydi, hamma narsaga ulgurishga harakat qiladi. Ularni endi biz tushunmasak kim tushunadi? Asha hozir aytilgan Lobarxon aytib o'tgan narsalarda o'sha tashqi bosim, ayniqsa shu qarindosh urug'lar tomonidan kim haligi telefon qilsa o'sha pul so'raydi-da. Qizlarda ham bormi bunaqa narsa? Qizlarda ham bor. Telefon jo'natib bor, kosmetika jo'natib bor. Mana bunaqa kosmetika bor ekan, Koreyaning kosmetikasini zo'r deyishdilar. Ish qilib ketdi-da, kim dugona telefon qiladimi, ammani qizi, xolani qizi, farqi yo'q-da. Hali maytda nima deydi, o'zini muammosiga ko'milib, hali qandaydir yo'l bilan uddalayotgan odamga kimdir vatandan telefon qilsa, u yoqimli-da. Lekin endi gaplashaman desa, qanaqadir vaj bilan. Faqat hali manfaat evaziga aloqaga chiqayotganga o'xshab qoladi. Shuning uchun prosta takam xabar olib turaveringlar. Chet eldagi yaqinlaringizdan, qarindosh urug'laringizdan shunchaki ko'rgim kelib qoldi, sog'inib qoldim, yaxshimisan, tinchmisan deb prosta takam xabar olib turaveringlar. Bu ham savob aslida, lekin shu chetda yurgan insonni ko'ngli ko'tarilib qoladi. Shunaqa. Demak, siz hali aytib o'tib ketdingiz, menda bitta savol bor-da. Oxirgi paytda Instagramda, ijtimoiy tarmoqlarda Koreyadagi juda ham konservativroq fikrlaydigan odamlar, blogerlar tomonidan Koreyaga keladigan bo'lsang deb endi oilaga qarab aytilgan gap, Koreyaga keladigan bo'lsang, qizlaring jo'natmoqchi bo'lsalaring, eri bilan jo'nat, nikohda eri bilan jo'nat, bo'lmasa jo'natma Koreyaga degan vaj bilan bitta video ko'rib qolganman-da. Bu endi juda ham konservativ fikrlash doirasidagi odamlar bunaqa gap gapiradi-yu, lekin bu shu soha bo'yicha, masalan, shu narsa bo'yicha qanaqadir ota-onalarga tavsiya bera olasizmi siz? Men ota-onalarga unaqa emas, lekin u aytgandek, videoda aytilgandek unaqa emas. Haqiqatda eriga tegib kelmasa ham, chunki adekvatni yaxshi qizlar bor-da Koreyada. O'zi kelib, o'zini yo'lini topib, o'qishini o'qib, ishlab, haligi nima deydi, o'zini nomini chiroyli ushlab yurgan, keyin hozirda ham masalan Koreyada oilali bo'lib chiroyli yashab yurgan adekvatni qizlar ko'p demoqchiman. Juda ham ko'p bunaqa qizlarimiz. Shu haqida gapirib bersiz ota-onalarga. U haligi endi xatoga yo'l qo'yayotgan qizlarimiz ham bor, lekin juda ham kam foiz tashkil qiladi. Lekin ularda ham o'ziga yarasha sababi bor. Ularda ham o'ziga yarasha o'sha psixologik qayerdadir bir yetishmovchilik muammosi borki, ana shu psixologik yamani, yetishmovchilikni tashqaridagi insonlarning e'tibori bilan to'ldirmoqchi bo'ladi. Qanaqa qilib to'ldirishni bilmaydi-da. Bundaqa holatdagi qizlar psixologga uchrasa yaxshi, lekin uchramaydi. Bilasizmi, psixologga haqiqiy rivojlanayotgan, o'zini ustida ishlayotgan, bilim olayotgan, hamma narsaga ulgurishga harakat qilayotgan qizlar keladi. Undan tashqari erlari bilan kelsin degan masalaga ham ozgina e'tirozim bor-da. Haligi menda ham e'tiroz bo'lgan bu narsaga. Bir gapi bor-da, erkak kishini ayoliga qilgan eng katta yaxshiligi uni o'zidan himoya qilgani deydi. Ya'ni erkak kishi jahli chiqqanda, endi hamma erkak ham adekvatni emas, hamma er ham adekvatni emas. Abuser, narsiss erkaklar ham bor. Mana bizga ayollar yozadi, Koreyaga olib kelgan erim 1 so'm pul bermaydi, sug'urtamiz yo'q deb mazam qochib qolsa больницаga olib bormaydi, telefonimni sindirib tashagan, ko'chaga chiqarmaydi, uradi, so'kadi, haqorat qiladi, nima qilay, o'zimni o'ldirib qo'yaman, charchadim, ota-onamga aytolmayman deb yozayotganlar bor. Eri bilan kelgan ular. Ya'ni nima demoqchiman? Er degani bu hammasi adekvatni, haqiqiy o'sha stoyki oilasi uchun qalqon bo'lib turib beryapti degani emas. Ya'ni o'sha aynan bolaligidan abuse ko'rgan, narsiss oilada katta bo'lgan erkak oilasiga ham xuddi shunaqa muomala qiladi, o'zi bilmagan holatda, o'zi xohlamagan holatda shunaqa muomala qiladi. Oilasi bilan kelganlarda ham ichiga kirib ko'rsangiz, muammosi to'la, ota-onasiga ayta olmaydi. Ya'ni ha desa Koreyada sanu deb og'ziga uradi-da. Ha, nima bitta er deb olmaysanmi? Qaynona-qaynotani xizmatini qilmayotgan bo'lsang, dalaga chiqib ketmon chopmayotgan bo'lsang, mazza qilib yurgan bo'lsang deb uni nima qiladi? Ham ota-onam xavotir olmasin deydi, til bilmaydi.
ko'chaga chiqib bir ishini hal qila olmaydi yoki erdan zulm ko'rayotgan bo'lsa murojaat qila olmaydi biror joyga, bilasizmi? Necha martalab shunaqa erlari urib, atbatini yorib qo'yib, o'zini eri nikohli, O'zbekistondan to'y qilib, zaks qilib, bola chaqali bo'lib olib kelgan eri urib bog'ning ichida tashlab ketgan holatlarida borib qutqarib, militsiyalar bilan borib tez yordam ko'rsatib, unga chora ko'rdirgan paytlarimiz bo'lgan. Endi bu narsalarni olib chiqmaganimiz uchun odamlar faqatgina student qizlarga osilib olganda, keyin faqatgina nima deydi, erkak kishi ayolni isloh qiladi degan tushuncha paydo bo'lib qolganda biz erkaklarda. Aslida yaxshi qizlarimiz juda ham ko'p. Aslida o'sha yaxshi qizlarimizga zulm qilib qo'yayotgan erkaklarimiz ham ko'p. Bizni bugun mana shu sohani men chuqur o'rganib faoliyatni boshlashim ham sababi shu. Biz hattoki bepul darslar tashkil qilib qo'yganmiz. Bepul og'ir holatdagi qizlarga, mana jonimga qasd qilaman, to'ydim, nima qilay degan qizlarga, ayollarga bepul konsultatsiyalar tashkil qilib qo'yganmiz. Sizda bormi shaxsan o'zingizda? Mani o'zimda bepul konsultatsiya bor. Kim agar men shunaqa og'ir holatdaman deb yozsa, menga konsultatsiya kerak deb yozsa, beraman. O'rganaman avval ahvolini. U prosta hali imkoniyati, sharoiti bo'lib turib, konsultatsiyaga pul qizg'anayotgan bo'lsa, yo'q. Chunki men bu yillar o'qiganman. Va men vaqtim ketadi, unga energiyam ketadi, bilimim ketadi. Puli ketmagan bo'lsa, u odam qadriga ham yetmaydi u narsani. Chunki men juda ko'p bepul konsultatsiya qilganman. Deb amal qilmay ketishgan. Pulini sarflaganlar amal qilib, rezultatini ham oladi. Agar ahvol haqiqatan og'ir bo'lsa-chi? Ahvol haqiqatan og'ir bo'lsa, men bemalol menga murojaat qilsin, qo'limdan kelganicha. Qonun jihatidan bilganim bo'yicha yordam beraman. Qonun tomonlama bilmagan joyimga mana Lobarxonga yo'naltiraman. Psixologik jihatdan bilimim yetganicha yordam beraman. Men Lobarxonga ham aytganman, sizlarga murojaat qilgan qizlarimiz og'ir holatdagi ayollar bo'lsa, rostdan ham og'ir holatdagi bo'lsa, men bir oyda 5 tagacha konsultatsiya qilib bera olaman. Bir oyda tekinga qilib beraman. Posolstvani nomidan chiqsa, men qilib beraman deb aytganman bu narsani. Va o'sha oxirgi juda shov-shuvli bir voqea bo'ldi-ku, bir qizimizni joniga qasd qildi degan gaplar chiqqanda. Shu paytda men shuni e'lon qilganman o'zimning sahifamda. Qizlar, yurmanglar unaqa qilib. Jonlaringdan, hayotlaringdan hech narsa aziz emas. Hamma narsaga yechim qilsa bo'ladi. To'g'ri. Deb e'lon qilganman. Juda ko'p qizlar kelgan o'sha payt konsultatsiyaga. Chunki u holat juda ko'pchilikda og'irlig'ini qo'zg'ab yordi. Kelishgan, konsultatsiyalar olishgan, yaxshi rezultatlar ham olishgan. Faqat bu narsani biz ovoza qilmaymiz. Iloji boricha endi o'zlari ham e'lon qilmaysizmi, meni chiqarmaysizmi deb tortinadi-da. Men bu kasbimga sodiqman-da. Meni chiqarmang degan insonni chiqarmayman. Shunaqa bo'ladi. Yaxshi. Agar qo'shimcha xulosa bo'ladigan bo'lsa, siz nima deysiz? Qanaqa o'ylaysiz? Biz shunaqa qizlarni olib ham chiqqanmiz. Seminarlarga, masalan, ko'p yutuqlarga erishgan qizlarni olib chiqqanmiz. Shu misol bo'lsin, shu ota-onalarga degan maqsadga-da, mana shunaqa qizlar ham bor, o'ylamanglar, hamma qizlar ham buzilib ketyapti, yo bo'lmasa yomon yo'lga kirib ketyapti deb o'ylamanglar-da, biz olib chiqqanmiz-da. Endi bundan keyin ham olib chiqish niyatimiz bor. Shunaqa bilimli, o'qimishli, o'zini o'sha kariyada o'rniga ega bo'lgan qizlarimiz rosa ko'pda. Endi bitta videonida butun bir kariyadagi ayol qizlarni yomonlab qo'yish yo bo'lmasa o'sha yomon otliqqa chiqarib qo'yish bu noto'g'ri deb o'ylayman-da. Lekin o'shanaqa video chiqarayotganlarga ham gapim bor edi. Ular unaqa videolarni chiqarguncha bir o'zini oilasidagi ayol qizlarni ham o'ylashsin. Nima uchun o'sha Koreyadagi ayollar bunaqa bo'lib ketadi, unaqa bo'lib ketadi? Bittasini ko'ryapsan, 10tasini ko'rmayapsan-ku, nima qilasan unaqa gapirib degim keladi-da o'shalarga ham-da. Shuning uchun ham bitta videoni deb xulosa qilmanglar deb aytib o'tmoqchiman. Ota-onalarga yaxshi o'sha o'zini yo'liga ega qizlarimiz ham ko'p. Agar qizinglarni jo'natmoqchi bo'lsanglar, bemalol jo'nataveringlar, o'zini yo'lini topib ketadi. Yaxshi imkoniyatlar bor demoqchisizda Koreyada. Ha, jo'natishsin, lekin qizlar ham iloji boricha shunchaki nima deydi, til o'rganmasdan yo bo'lmasa hech qanaqa maqsadsiz kelmasin. Shuni gapiring. Maqsad bilan kelsin-da. Maqsadi bo'lsa kelsin, maqsad bo'lmasa kelib o'tirmasin u qizlar ham-da. Prosta tak men pul topmoqchiman deydi, student vizaga kelib oladi-da, ishlayman deb ish izlaydi-da, ish ham topolmaydi, bu yoqda o'zini yo'lini topolmay yuradigan qizlar ham bor-da.
To'g'ri. Bunaqa qizlarimiz ham bor. Iloji boricha o'sha O'zbekistondan kelayotgan qizlarimiz maqsad bilan kelishsin. Bitta maqsadni qo'yib olishsin oldilari edi. Qo'shimcham bor edi. Men endi boshqa millatlarni ham mana ko'p siz ham kuzatgandirsiz. Misol uchun mana Indoneziya, Malayziyaliklarda ayollar bilan erkaklari doim birga yurib, bir-birini himoya qilib, podдержка qilib yurganini ko'p ko'rganman-da. Lekin bizani o'zbek erkaklarimiz ichida bu narsa juda ham kam. Ayollarni ko'proq tanqid qilishadi. Koreyaga kelgan ayol qizlarimizda u bunaqa bo'lib ketyapti, voy bunaqa bo'lib ketyapti debda. Nimaga podдержка qilishmaydi? Nimaga himoya qilishmaydi o'shalarnida, o'sha qizlarnida? Himoya qilishsa, o'sha qizlar ham yomon yo'lga kirib ketmaydi. Aytib o'tganlarida misol uchun uyini pulini to'lab beraman, yo bunaqa xolis yordam berishsin. Nima uchun xolis yordam berisha olmaydi? Xolis yordam bersin. Shu qizlarimiz buzilib ketyapti deyshadi. Qizlarimizni buzayotganlar kim o'zi? O'zimizning. Asosiy qismi o'zimizning yigitlar aldaydi. Uylanamandan boshlab aldaydi. Yo, yana unisi ham mayli, O'zbekistonda bitta xotini bo'ladi. U tomonlari ham bor. U tomonlari ham bor-da. Eshitganmiz bunaqani. Bunaqa voqealarga ham duch kelganmiz-da. O'zbekistonda xotinim bo'ladi. Yo, men xotinim yo'q, bo'ydoqman, yo bo'lmasa ajrashganman deydi-da, bu yoqdan bitta qizni oladi, uylanadi, keyin bo'lsa tashab ketib boradi. Juda ko'p guvoh bo'lganmiz. Hattoki qalbaki sovchilarni yonlab Koreyada uylanib olib, keyin bilsa u bolani ota-onasi ham bo'lmay chiqqan holatlarini ham eshitganmiz. Gapiradigan bo'lsangiz, shunaqa gaplar ko'p. Endi biz faqat ayollarni yonini olib gapiryapti bular ayol kishi bo'lganligi uchun deyishlar mumkin. Endi biz gapirayotganimizning sababi biz mana bularning ichidagi muammosini ko'rganimiz uchun, jonimiz achigani uchun, aynan ana shu hozir kelayotgan qizlarimiz borki, men bir kun yordam berdimda shu Pudongsanga ular nomiga uy olib berishga. ID raqamingizni yozing desam 06 yozyapti-da. Boshi 06 yozyapti-da. Men deb qarab 06lik ID qanaqa? U 2006-yil qiz ekanda. Endi men uchun juda ham kichkina-da, u 06 tasavvur qiling. 2008da kelishdi boshladi-ku. Shunaqa. Shu keyin aytayapman, voy xudo. Hali kichkinaginaligi meni ko'zim kichkina jo'jachaga o'xshab ko'rindi-da. Ana shu qizlarimizni himoya qilishni xohlaymiz. Ana shu qizlarimizni podдержка qilishni xohlaymiz. Va yana shunaqa nima aytar, qo'rqmasdan men gapira olaman. Qiyin holatga. Aynan psixologik jihatdan muammoga yoki til jihatidan, qonun jihatdan muammoga uchragan bo'lsa, bemalol murojaat qilsin. Instagramda Mohigul Ismoilova deb Instagram orqali murojaat qilsin, Telegram orqali murojaat qilsin, TikTok orqali murojaat qilsin, opa-singillar orqali murojaat qilsin. Farqi yo'q. Biz qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Bu yo'lga biz xizmat uchun bel bog'ladik. To'g'ri. Bizni haligi bir ikkita hayplar bizni nomimizdan foydalanib bizga har xil tosh otganlar yoki neto kommentariyalar bizni to'xtatib qo'ymaydi. Qaytara olmaydi, chunki o'zi shu joyga kelishimizni o'zi oson bo'lgani yo'q. Shuncha yo'lda yurib qo'yib endi orqaga qaytmaymiz. Xolis yordam beryapmiz eng asosiysi-da. Misol uchun birovdan pul talab qilayotganimiz yo'q, biror narsa talab qilayotganimiz yo'q-da. To'g'ri. Koreyadan O'zbekistonga pul jo'natmoqchimisiz? CoinShot bilan o'tkazmalar tez va qulay. Ularni qanday shaklda jo'natishni ham o'zingiz tanlaysiz. Ilovani yuklab oling va pullaringizni arzon xizmatlar evaziga osongina yuboring. CoinShot. Bugungi o'zi yig'ilishimiz sababi ham shuda. Asosan bekorga yig'ilmadik, shu masalalarni qandaydir bo'lsa ham ayollarimizga, qizlarimizga, koreyalik qizlarimizga yordami tegadigan bo'lsa, ya'ni bekorga ketmagan bo'ladi bugungi yig'ilishimiz. Siz masalan psixolog sifatida ikkala madaniyatni ham bilasiz. Demak, koreys ayollari va o'zbek ayollari o'rtasida qanaqa psixologik yuklamalar, qanaqa darajada deb o'ylaysiz? Agar buni yengilroq tushuntiradigan bo'lsam, shaxsiy hayotda, oilada, ya'ni bosim, yuklama koreys ayollarida qanaqa-yu, o'zbek ayollarida qanaqa? Shu haqida gapirib berasiz. Koreyslardan masalan o'rganadigan narsalarimiz bormi yoki koreyslar bizdan o'rganadigan narsalar bormi? Masalan, shaxsiy hayotda, oilada. Ana kuni bitta video ko'rib qoldimda, o'zbek qizlariga savol berishyapti-da. Uyi bo'lmasa tegarmi desa, yo'q, uyi bo'lish kerak deyapti. Keyin koreys qizlarga savol bersa, yo'q, uyi bo'lmasa ham tegarardik deyapti-da. Kommentariyasiga kirsangiz, bolalar o'zi shularga uylanish kerak, shular yaxshi, biznikilar unaqa, biznikilar bunaqa. Ularni hayotini bilmasdan turib gapiryapti-da. Koreyslar ijaraga yashasa,
ular cho'nsega yashaydi. Nima deganingiz? Masalan, Cho'nse pojingimni kattasi, ya'ni uyda uni bilaman. 80-90% pulini to'lab qo'yib yashaydi. No, ijarada baribir. Ijara. Ijara, nomi ijara, lekin pashti uyni summasini to'lab qo'yib yashaydi. Asosan karislar cho'nsega yashaydi, volsaga faqat chet elliklar yashaydi. To'xtang, shu joyda O'zbekistonda bizni ko'rayotganlar bo'lishi mumkin. Cho'nse deganda tushuntirib bersak, masalan, 20 ming dollar, 30 ming dollar. Misol uchun 100 ming dollarli uyga kirdingiz, ijaraga, o'sha uyga misol siz 90 ming dollar yoki 80 ming dollar depozit qo'yasiz. Va oylik to'lovi shuni hisobiga oylik arenda to'lovi sal kamroq chiqadi. Endi agar siz shunaqa uyga kirdingiz, lekin aytaylik 5 ming dollar yoki 10 ming dollar depozit qo'yganingizda oylik to'lovi balandroq chiqadi. Karislar shundan yutish maqsadida puli ham ushlanib turadi, ham arenda pulini kamroq to'laydi va qachonki u uydan chiqayotganda u pulini qaytarib oladi. Nima uchun unaqa? Karislarga bitta joydan uy sotib olib yashash qulay emas, nevyigidna. Chunki ularga boshqa shahardan, boshqa bir joydan taklif chiqsa, ular tez joyini almashtiradi. Bizdaqa bitta joyga qo'nib uzoq yashamaydi. Ular mana shu sistemaga tushib bo'lgan. Bularning sistemasi boshqa. Shuning uchun ham ularga uy sotib olish nevyigidna, chunki uyda narxi tushadi, bozor o'ynaydi, ko'tariladi, boshqa bo'ladi. Agar cho'nsega olsa uyda o'sha depozitini to'lab, katta pul o'sha hisob to'lab olsa, uni puli doim turadi. Chiqayotganda u pulini oladi, yana boshqa joyga ko'chib o'tganda uni u joyga o'tkazadi pulni. Ya'ni endi o'zini nomida uyi bo'lishi shartmi degan savolga yo'q deganda, rostdan ham kerak emas. Shuning uchun ham 30% koreyslarni nomida uyi bor xolos. Qolganlarni endi точный foizini bilmayman, xohlasanglar 40%, xohlasanglar qoldiringlar. Lekin katta foizdagi insonlarni, koreyslarni o'zini nomida uyi yo'q. Asosiy qatlamda uyi yo'q demoqchisizlar, ichariga yashashadi, to'g'ri. Bu Yevropa mamlakatlarida ham bor bu narsa. Ya'ni birinchi kelganimizda men o'sha uy sotib olganimizda katta summaga, keyin 5 yil yashab turib zerikib qolganman-da o'sha uydan. Bekor sotib olgan ekanmiz. Agar o'sha cho'nsega olganimizda boshqaga hozir yangi apatiga almashtirardik deganman-da. Ya'ni Koreyada hamma narsani tez almashtirishadi. Mashinani ham, kir mashinani ham, telefonni ham hamma narsani tez almashtiradi. Bizga o'xshab bitta uyni qurib, 3 ta avlod bir o'sha uyda yashamaydi-da. Zerikish ham kuchli edi bo'ladi. Shuning uchun ham bular tez almashtiradi uyni va ular uchun shu yashash usuli qulay. Endi buni bilmagan odamlarga ikkalasini qiyoslayapti. O'zbekistonda arendaga yashasangiz nima bo'ladi? O'zbekistonda arendaga yashasangiz, uyni, ya'ni arendatorda hech qanaqa huquq yo'q. Uyni egasi xohlagan paytda chiqarib yuborishi mumkin. O'rniga boshqa odam topdim, chiq yoki keyingi oydan chiqinglar desa, hech narsa qila olmaysiz. Ko'ch-ko'roningizni ko'tarasiz. 3 oy uyda sarson, 4 oy bu uyda sarson, ana shunaqa yuradi. Ya'ni ota-onasi qilib bergan sarpasini qizlarimizda qaynasini uyida yarmi, o'zini otasini uyida yarmi bilamiz-ku, mana ko'ryapmiz-ku, bor atrofimizda qarindoshlarimiz, arendaga yashayotganlar yoki dugonalarimiz borda, ular sarson. Uyi yo'qligi uchun. Koreyada boshqa. Endi haligi sarson holatda yashashni xohlamaydigan qizlarni, конечно, ular uyi bor insonga turmushga chiqishni xohlaydi, arendada yashashni xohlamaydi. Xuddiki har bitta o'zbek yigitlari bir 100 ming dollardan uyda taxt qilib qo'yib keyin uylanayotgandek gapirishyapti-da. O'zbek yigitlarimiz qanchasi otasini yashab turgan uyiga 2 xona, 3 xonasini qaytadan remont qilib uylanadi. To'g'ri. Shunga ham qizlarimiz yo'q demaydi. O'zini shaxsiy uyi bo'lsin deyotgani yo'q, shunchaki arendada yashashni xohlamayman deyapti. Koreyani arendasi bilan O'zbekistonda arendasining farqi bor-da. O'zimizda ham Toshkent arendasi bilan Chekaron arendasining farqi bor bo'lgandek demoqchiman. U endi Toshkentni qiyoslab bo'lmaydi-ku. Hattoki viloyat bilan endi Koreya bilan qanaqa qilib qiyoslaymiz? Ikki xil tushunchani, ikki xil dunyoni bir-biriga qiyoslab, mana koreys qizlari yaxshi, o'zbek qizlari yomon degan tushunchani beryapti. Koreys qizlarimiz yomon emas, koreys qizlar ham yaxshi. Biz bular ham Osiyo. Ya'ni madaniyati, hurmati, o'sha kattalarga bo'lgan hurmati juda ham chiroyli. Islom dinini qabul qilgan koreys singillarimiz bor. Juda ham odobli, xulqi go'zal, farzandlarini muslima qilib tarbiyalashyapti. Пожалуйста, agar qo'llaridan kelsa, koreyslarni tortishga kuchlari yetsa, пожалуйста, uylansin. Bizning bor, bunaqalar ham bor, lekin qarshiligimiz yo'q. akalarimiz bor, koreys. O'zim ham dugonalarim bor, bunga qarshiligimiz yo'q.
lekin Koreyada finansda ayol kishi boshqaradi. Hmm. Ayolini erkakda oyligi ham Endi mavzuga qaytib keldik. Koreyada ayolni kartasiga tushadi. Kunlik cho'ntak pulini ayolidan so'rab oladi. Biz erkaklarimiz bunaqa yasholmaydi. Men shu narsani eshitganman. Men bilan birga ishlaydigan ishxonada sherigim borda, koreys fuqarosi. Unda ham gaplashib qolganmiz, xuddi shu gapni gapirgan. Meni pulimni, asosiy pulimni ayolim boshqaradi degan. Lekin u narsani so'raganman-da, men nimaga bunaqa o'zingda nima yo'qmi, boshqarish qobiliyati yo'qmi senda deganimda, u odam 1-2 marta qanaqadir bizneslar boshlab ko'rgan. 3 martamikin biznesi muvaffaqiyatsiz yakunlangandan keyin ayoli, ya'ni shuni olgan ekan bo'yniga. Koreya o'zi rivojlanish yo'liga tushgan paytda erkaklar oyligini olib kelayotib, sulchibda ichib, oyligini yo'qotib, sarflab kelishgan ekanda. Sulchibda o'zbekchasi. Aroq ichib, aroq ichib, mayxonada o'sha pullarini sarflab yo'q qilib kelishgandan keyin hukumat shunaqa nima qilib berganki, uylanmagan bolalarning oyligi onasini shotiga tushsin, uylanganlarda xotiniga. Pulni ayol kishi monitoring qilsin degan tushunchani o'rtaga tashlagan ekanda. Shundan keyin Koreya rivojlangan. Nima demoqchiman? Ayol kishiga pul bermasangiz, misol, siz ayolingizga, misol, Azbek sizga bitta zo'r life hackda 200 mingdan pul bersangiz, u pulni oladida sirraz ishlatishni o'ylaydi. Chunki nima qiladi? Ishlatib bo'lsa sizdan yana pul oladida. Ishlatib bo'lmasa pul ola olmaydi. Puling bor-ku deysizda, o'shaning uchun uni ishlatish kerak, joyini topib yo'q qiladi o'sha pulni. Endi agar topgan pulingizni olib kelib shunday qo'liga bersangiz, sen bugundan boshlab finansga javob berasan desangiz, mas'uliyat his qiladi demoqchisiz. Da, boy qilib tashlaydi. Ya'ni buxgalteriyani ayol, ya'ni erkak rahbar, ya'ni erkak bosh, ayol bo'yin deydi-yu dinimizda ham. Erkak rahbar, ayol buxgalter bo'lsa, zo'r foyda keladi oilaga. Endi buni bizni mentalitet qabul qilishi jicha qiyinroq, lekin bunga ham bizni qarshiligimiz yo'q, ya'ni koreyslarning strategiyasiga ham umuman qarshiligimiz yo'q, faqat farqini tushuntirib beryapmiz. Tushunarli. Hozir mana Instagramga ham ko'p chiqyapti, ayolingizga pul bering, ayolingizga pul bering. Ko'rayotgan bo'lsangiz, baraka bo'ladi debdi. Shu gapga jon bor shekilli deb bo'lmasa. Albatta. Mana yana bitta nima, voy, siz shunday anaqa, men og'riqlarni gapirishni yaxshi ko'raman. Misol, koreys oilasida ayolni kosmetikasini o'ziga alohida pul ajratiladi. Xo'p. O'sha ayolni telefon to'lovlari erni shotiga primoy ulangan bo'ladi. Ayol telefoni haqida qayg'urmaydi, telefoniga pul solish haqida. Yangi versiyasi chiqsa, telefonni yangi oladi, erni shotidan chiqib ketaveradi. Agar o'zini shotiga ulangan bo'lsa, ya'ni erni pulini o'zi boshqaradigan bo'lsa, ayol, unda o'zini shotidan yechiladi. Ya'ni o'ylamaydi telefonini puli to'lash haqida yoki kosmetikasi haqida. Kosmetikasi tugasa, kosmetikasiga alohida pul beriladi. Uxotiga alohida pul beriladi. Haligi bola uxotiga bir 100 million won sarflanib borgan opadan nima olyapti-da, intervyu olyapti-da, sizga erkak kishini o'zini nomida uy bo'lishi shartmisi yo'q, deyapti. Uni yuziga o'zi 100 ming dollar ketgan. Tushuntira olyapmanmi? Chunki ya'ni Koreyada u norma, shunaqa rasxod qilish norma. Endi men umumiy, ya'ni o'rta oiladagilarni gapirsam, oddiy oiladagilarda misol har oy ayol kishini kosmetikasiga alohida pul ajratiladi, обязательно. Uxodovый kosmetikasiga. Bizni qizlar, bizni ayollar bilasizmi, menga yozadi-da lichkamga. Men bitta Rexona olish uchun erimga 2 hafta yalinaman. Yig'layman, hatto oddiy gigiyenik narsani olib bermaydi. Yalinaman, yig'layman, menga pul bermaydi. Nimaga unaqa? Men jonimdan to'yib ketdim. 4 ta bolasini boqsam, og'zimda tishim qolmagan. Stomatologga olib boring, mana shu tishimni davolataylik desam, unga ko'nmaydi. Hali nima deydi? 2 xil dunyoni intervyusini olib bir-biriga qo'shib unaqa nimani o'rtasida, erkaklar ayol o'rtasida konflikt chiqarish kerak emas. Endi Mohigul opa, u narsada men sababchini asosan erkak deb bilaman. Erkak kishi masalan uylanadigan yoshga keldi, 25, 26, 27 ga qarab ketayotganda o'zini xayolida bo'lish kerak-da, qaysi uyda yashayman, oyiga qancha topaman, ayolimga qancha beraman, shu tomonlama hamma hisob-kitobi bo'lsa, uylanish oxirdagi narsa-da. To'g'ri, uylanishga ham отдельный fikrlab, kimga uylanish haqida buni nima qiladi? Undan oldin o'g'il bola ham faqat yallama yorim qilmasdan
o'ylab ko'rish kerak bo'lgan narsalar borda. Siz aytayotgan Rexona'ni ham olib berishga imkoniyati yo'q erkaklar bor demoqchisiz-ku. Demakki, u narsada erkak kishi aybdorda. O'zbekistonda Rexona necha pul turadi? Endi 18 ming 20 ming so'm turadida, uni imkoniyati yo'qda, o'zi yo'q. Agar dadasi Rexona olib bering desa, shu erkak misol mardikor ishlayotgan bo'lsa ham 200-300 mingga ishlaydi-da bir kunda. To'g'ri. Men onasi mana shu oldi 20 ming bersa bo'ldi, shun bilan xursanda. Nima demoqchiman? Agar xohlasa qiladi. Agar xohlasa topadi imkoniyatni. Erkak kishi haligi tabiatdan boquvchi qilib yaratilgan Alloh tomonidan-da. U ibtidoiy davrda mamantlarni qulatib uyiga go'sht olib kelgan erkak kishi. To'g'ri. Shuning uchun erkak kishida qobiliyat katta. Prosta bugungi kunda to'g'risini aytganda jicha og'riqlik erkaklarimizda mas'uliyat kamroq. To'g'ri. Shuni aytmoqchi edim men ham. Bo'yniga mas'uliyatni olmaydigan erkaklar ko'p, haqiqatdan oilada, oilali bo'lib turib. Shunaqa farzandli bo'lib turib. Nikohda aliment to'lamasdan yuradigan otalar qancha. Koreyada u qonundan yarim qadam chiqa olmaydi. O'shaning uchun hech qachon koreys erkaklarini o'zbek erkaklariga, koreys ayollarini o'zbek ayollariga taqqoslash umuman kerak emas. Farqlar yo'q, baland demoqchimisiz? Juda katta. Katta demoqchimisiz? Mas'uliyat kuchi juda katta. Ota-onani oldida, oilani oldida vazifa. Mana bizda ayol bilan erkak ajrashsa bo'ldi, bolasidan ham kech boradi. Batta unaqa emas. Demak, jamiyat shakllanishiga bog'liq emasmi shu narsa? Masalan, jamiyat Koreyada ancha yaxshi shakllangan jamiyat u Koreyada. Shu narsa bizda ham hozir sekin-sekin bo'lyapti bu narsa. Shu ham sekin ta'sir qilmaydimikan? Bizda ham sekin-sekin yaxshi tomonga o'zgarib ketmayaptimi? Nima deb o'ylaysiz? Endi men ham shuni tarafdoriman. Ikkala tomondalik koreys ayollari bunaqa, o'zbek ayollari bunaqa desa, hozir koreys erkaklari bunaqa, o'zbek erkaklari bunaqa deb taqqoslab olib chiqadigan bo'lsak, O'zbekistondan yoppasiga qizlar yana Koreyaga erga tegib keladi. Agar koreys qaynalar bilan o'zbek qaynalarni taqqoslab beradigan bo'lsak, hozir yana O'zbekistonda qiz qolmaydi. Mana to'g'risida endi hamma oila har xil, lekin baribir Koreyada kelinlarning huquqi, ayollarning huquqi himoya qilingan, qonun tomonlama himoya qilingan. Oilada o'zi boshqacha tushuncha, ayol kishidan unaqa bытовой nimalar juda ko'p talab qilinmaydi. Yo'q, hozir ham shunaqa deb o'ylaysizmi O'zbekistonda? Men hozir aytgan fikringizga qo'shilmayman, chunki O'zbekistonda ham unchalik darajada mastur asosiy hozirgi kunda ancha rivojlangan. Siz mayli juda ham oldingi paytlar shunaqa bo'lgan. Misol qaysi ma'noda aytyapsiz? Masalan, ayol kishini oldinlari uylanganda uyga qo'yib qo'yish, mehnatga faqat, masalan, uy ishlari uchun olgan, ota-onani xizmati uchun olganlar bordi, lekin hozir jamiyat o'zgargan sari unaqa oilalar kamayib boryapti deb o'ylayman. Chunki er-xotin turmush quryapti-da, o'zini hayoti bo'lyapti, masalan. Bor shunaqa oilalar ham ko'payapti hozir, alohida yashayotgan oilalar ham ko'payapti, lekin baribir o'sha eski mentalitetdan sekin o'tish qiyin bo'lyapti. Ya'ni nima demoqchiman? Ikkalasini bir-biriga taqqoslamagan holatda bizni o'zimizdagi muammolarni o'rganib, shuni ustida ishlashimiz kerak. Mana bu bizda muammo bor, misol jamiyatimizda mana shunaqa muammo bor. Bunga qanaqa yechim qilsak bo'ladi deb, ya'ni qonun tomonlama, yana boshqa tomonlama, psixologik tomonlama prosta ishlashimiz kerak. Ikkalasini taqqoslab o'tirsak, prosta internetda kontent ko'payadi. Vala gap ko'payadi. O'shaning uchun men umuman taqqoslamagan bo'lardim. Koreyani o'tish davri bilan bizning o'tish davrimizga endi ancha farq bor-da. Ancha yillar farqi bor-da. Shuning uchun ham bu narsani taqqoslashni o'zi xato deb o'ylayman men-da. Koreya qachon mustaqillikka erishgan, biz qachon mustaqillikka erishganmiz, misol uchun-da, oddiy misol bu. Shuning uchun ham taqqoslashni o'zi xato bu. Rivojlanish borasida ham-da. Baribir Koreya oldinda rivojlanib ketgan, O'zbekiston endi rivojlanayotgan davlat. Sizning qanaqa fikrlaringiz bor bu mavzu bo'yicha? O'zingiz shaxsiy fikrlaringiz bormi? Bu mavzu bo'yicha endi birinchi navbatda o'shanga hamma gaplarga qo'shilaman men. Rostdan ham bizda hozir endi to'g'risini aytsam tanqid bo'lib qolmasin u. Endi bizda o'g'il bolalar ozgina baribir Koreyaga nisbatan endi taqqoslash o'zi xato bu. Lekin ozgina erkaroq tarbiyalanadi-da bizga. Ko'proq qiz bolaga mas'uliyat tushib qolayotgandek tuyuladi-da. Qiz bola misol uchun yoshligidan qiz bolaga san unaqa qil, san bunaqa qil deb ko'p buyruq berishadi-da.
lekin o'g'il bolani ko'p avaylashadi. Ya'ni qiz bolaga ramkadan chiqma, unaqa Ramkadan qilma, bunaqa qilma. shunaqa narsalar ko'pda. Sen unaqa qilma, sen bunaqa qilishing kerak. Sen unday qilsang yomon bo'ladi, unday qilsang unaqa bo'ladi deb ko'p tanqidlar bo'ladi. Ertaga telsang nima bo'ladi? Turmushga tayyorlaydida, oilaga faqat tayyorlaydi. oilaga tayyorlanadi-da bizga. Erkak kishi ozgina erkaroq tarbiyalanadi-da Bo'sh bizga. qo'yib qo'yiladi. Bo'sh qo'yib qo'yiladi. Shuning uchun ham ayol kishi mas'uliyatni ko'proq oladi shundan keyin-da. Erkak kishi ozgina mas'uliyatsizroq bo'lib qoladi-da. Shuning uchun ham men o'ylayman, hozirgi kunda o'sha mas'uliyatsizlar ham bor, erkaklarimiz, endi mas'uliyatlilar ham bor. Shunaqalar ozgina endi ko'payganligini aytib o'tib ketmoqchiman-da. Chetda yurgan lekin o'g'il bolalarning ko'pchiligi mas'uliyatli deb o'ylayman baribir-da. To'g'ri. Albatta, ular o'zi mas'uliyatli bo'lganligi uchun ham o'sha musofirlik degan yukni yelkasiga olib chiqa olganda, mas'uliyatni his qilganligi uchun ham chiqa olganda. Shuning uchun bularda albatta fikrlashida farq katta. Mohgul opa, boshqa hozir shaxsiy savolimda uylanmoqchi bo'lib yurgan men Koreyada o'zimni tanishlarim, ukalarimdan so'rasam, Koreyada 5-6 yil yashagan bola bo'ladigan bo'lsa, uylanish payti keladigan bo'lsa, iloji boricha Koreyada yurgan qizga uylangingiz keladi-da, ko'pchilik. Mana men o'zim ham Koreyada o'qigan qizni olganman, uylanganman. Aytmoqchimanki, shu narsa qanaqa deb o'ylaysiz? Erkaklar O'zbekistondan emas, Koreyadan ko'proq uylanishni xohlashi, bu masalan o'zini masalan bosib o'tgan yo'li bo'ladi-ku, qiyinchiliklari. Shu bir xil yo'lda bosib o'tgan qizni xohlashidanmi yoki bu nimadan deb o'ylaysiz bu narsa? Hamma tomonlama. Masalan, Birinchi o'rinda fikrlash tomonlama. chetda o'qigan qiz fikrlash darajasi balandroq bo'ladi demoqchimisiz? Endi baland past deb solishtirmoqchi emasman hech kimni. Hammani o'ziga yarasha fikrlashi, dunyoqarashi bor. Men har bir insonni hurmat qilaman. Faqat Koreyani mentaliteti, Koreyani hayot tarzida yashab ko'rgan qizga Koreyada yashagan yigit uylansa, ular birga davom etib ketishi osonroq bo'ladi. Bu temani to'g'ri. Endi O'zbekistondan uylansa, u til o'rganish kerak, Koreyaga kelib yana nimalardir o'rganish kerak. Bolali bo'lsa, misol больницаga ham olib bora olmaydi bolani, oddiy privkaga olib bora olmaydi, chunki til bilmaydi. Bir kun ishdan qolsa, bilasiz Koreyada qanaqa minus bo'lishini. Endi umuman hamma narsada, maishiy narsalarda ham, fikrlash jihatidan ham, dunyoqarash jihatidan ham baribir bitta muhitdagi yashagan qizga uylangani yaxshi deb hisoblayman. Bitta rakursdan qarashadi demoqchisiz. Shunaqa deb o'ylayman. Ba'zi bir lekin yigitlar O'zbekistondan uylanishni ham xohlashadi. To'g'ri, unaqa ham bor. O'sha anaqa Koreyadagi qizlarni sal naqa deb fikrlaydiganlar Endi qarang, ularni tanlovida Lobarxon, bu ularning tanlovi. Misol uchun, mana hozir farzand katta qilyapman. Mani bolalarim maktabdan kelganda men so'rayman. Bugun nima dars o'tding, sen qanaqa javob berding, nima o'tdinglar, qani maytga yozib ko'rchi, chizib ko'rchi. Uyga vazifa beradi, har xil kartalar bilan o'sha harflarni boshqa birga bajaramiz. Agar misol shu farzandlarim bilan endi Koreyaga kelgan bo'lganimda, yo 1 yil, 2 yil bo'lganda, misol erim bilan kelgan bo'lganimda, farzandlarim Koreyada tug'ilib, men Koreyani bilmagan odam bo'lganimda dars qildira olmasdim bolalarimga. To'g'ri. Mana qizlar bor, onalar bor, bizda ko'pda onalar, oilaviylar ko'p bizda. O'zbekistondan oilasi bilan kelganlar maktabga chiqib bolasi bilan nima muammo bo'layotganini ham hal qila olmaydi. Erini kutib turadi. Eri shanba kun dam oladi, misol kunduzi ishlaydi. Shunaqa holatlarda maktab bog'cha masalalarini ham hal qila olmaydi. Qiyin. U endi ayol kishiga ham misol til o'rganib, ham bola tarbiyasi bilan shug'ullanib, ham yana boshqa bir ishlariga ham chiqib ishlashadi, pul topib, ya'ni Koreyada ham oson emas. Farzand boqish, farzand o'stirish juda katta mablag' talab qiladi. Shuning uchun ham koreyslar hozir kam ko'payishyapti-da. Endi bu tezlikka yetib olish uchun ikkalasi tish tirnog'i bilan harakat qiladi. Endi ayol shu narsani bilmasa, bolani o'zlashtirishida ham shunaqa muammolar bo'ladi. Men misol ota-onalar yig'ilishlariga qatnashaman, til bilmagan onalar kelmaydi. Bola mana ham keladimi, xola mana ham keladimi deb o'tiradi. Ya'ni bola qay darajada o'sha ochiq darslarida, ota-onalar yig'ilishida o'zini onasini qanaqa kutadi? Ya'ni siz chetda yashamoqchimisiz, chetda yashashda davom ettirmoqchimisiz, ba'zisi bor ayolga uylanavering. To'g'ri. Chunki uni misol O'zbekistondagi qizni olib kelib, unga til o'rgatib, boshqa
o'zingiz ham charchaysiz, qiynalasiz, bolangizga ham yaxshigina stress bo'ladi. Adaptatsiyaga demoqchisizki, ko'proq vaqt ketadi. Adaptatsiyaga ko'p vaqt ketadi. Ham bu yerga kelib tug'sa, tug'ruq, keyin tug'ruqdan keyingi holatlar bilan o'qiy olmaydi ayol kishi. 2-3 yil o'qiy olmaydi. Keyin o'sha bola katta bo'lib qoladi. Shunaqa bo'lib turib, haligi ayol prosta ertaga bolasi maktabdan bitta narsa o'rganib kelsa, ayam u nima desa javob bera olmaydi. Bolasini oldida, bolasini oldida men bilmayman, qizim, dadang kelsa so'raysan. Men bilmayman karis tilini, bilasan-ku, ustozingdan so'raysan. Desa, bolani oldida ha, bo'ldi. Onam bilmas ekan. Onam sal haligi qo'poq gapirgan, onam sal to'poyroq ekan deb tushunib qoladi. Men o'zimda ham shunaqa holatlar bo'ldi-da, 1-2 marta men bilmayman dedim-da, keyin uje bolam aytayaptiki menga, "Aya, siz baribir bilmaysiz-ku, shuni ham bilmaysizmi?" degan narsa. Yo'q, to'xta, men bilaman, faqat bu so'zni koreychasini bilmayman. Buni ruschasi mana bunaqa bo'ladi, o'zbekchasi mana bunaqa bo'ladi. Men koreychasini bilmas edim. Hozir sen aytuvding bildim deb turib, ya'ni men bilishimni bolamga bildirib turmasam, men sirazu uni nazarida pastga tushib qolaman. Shuning uchun, ya'ni oila bu davomiy ravishda mehnat talab qiladi. Undan keyin farzand dunyoga kelishi, farzand tarbiyasi yana davomiy ravishda o'zini ustida ishlash talab qiladi insonni. Shu hozirgi kunda Koreyada o'sha xotin-qizlar ichida bo'linishlar juda ham ko'p. Endi erkaklarning orasida bilmadim-u, lekin ayol qizlarning ichida bo'linishlar juda ham ko'p. Misol uchun, studentlar alohida guruhga bo'lib qolgan. Yo bo'lmasa, o'sha turmushga chiqib kelganlar, koreyska turmushga chiqib kelganlar alohida, o'zbekka turmushga chiqib kelganlar alohida, ishchilar alohida bo'lib, bo'linishlar bo'lib qolganda. O'zbek jamiyatida. O'zbek jamiyatining ichida shunaqa bo'lib qolgan. Misol uchun, men o'zim ko'p ko'raman-da, o'sha bo'linib qolganlarida, o'zim ishchi vizada bo'lgan vaqtimda bu narsani ko'rganman. Keyin student bo'lganimdan keyin ham sezdim-da bu narsani. Ikkita tomonda bo'lib ko'rgan odam sifatida. Ikkita tomonda bo'lib ko'rgan odam sifatida bu narsani sezdim o'zim. Bo'linishlar ko'p ekanda, iloji boricha o'sha ayol qizlarning o'rtasida birlashish ko'proq bo'lsa yaxshiroq bo'lardi. Boya Mohigul aytib o'tganlaridek, mana bolasini majlisiga ham bormaydi, unaqa deyaptilar. O'sha ayollar ham, o'sha o'qigan ayollar bilan birlashib ketsa, til o'rganish yaxshi bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Rivojlanish bo'ladi ularda-da. Shuning uchun ham birlashish kerak. Faqatgina birlashish kerak. Bitta oqimda ketavermaslik kerak demoqchiman-da men. Ishchilar ham, o'sha studentlar ham, turmushga chiqib kelganlar ham hammasi birlashish kerak-da. Biz nima uchun mana shu opa-singillar uyushmasini tashkil qildik? Shu hammasini birlashtirish uchun-da, umumiy qilib-da. Ular birlashsagina rivojlanish bo'ladi. To'g'ri. O'zbekistondan kelgan qizlar, masalan, erga tegib, o'zbek eriga tegib, kelgan qizlar haqiqatda hozirda o'ylab qaraydigan bo'lsak, koreys tilini o'rgangani variant yo'q ularga. Yo'q. Eri agar koreys tili kurslariga bermaydigan bo'lsa, u qayerdan o'rganadi? Ko'chaga chiqmasa nima bo'ladi? O'sha qizlar orqali o'rgansa bo'ladi-da. Shu demoqchiman, shunaqa o'sha uyushmalar orqali, misol uchun o'sha ko'rishadi, koreys tilini yaxshiroq biladigan qizga, misol uchun menga o'rgating desa ham o'sha qiz o'rgatadi-da koreys tilini. Onlayn kurs sotib oladi. Yoki onlayn kurs, o'zbek, endi o'zbeklarning ichida shunaqa kurslar bor aytganingizdek. O'sha tim bo'li ayol qizlarda, erkak kishi emas. Erlar baribir rashk qilishi mumkin-da ayollarni. Shunaqa kurslar olib, o'qib, o'zini rivojlantirsa bo'ladi demoqchiman-da. Uning uchun birlashish kerak faqat. Birlashish kerak. Shu Koreyaga tegib kelgan qizlarda aybdorlik hissi juda ham kuchli-da. Ya'ni atrof muhit bu kofirga tegdi, o'zini sotdi, dinini sotdi degandek gap gapirib, haliginaqa aybdorlik hissiga ko'mib yorishganda. Endi ularda ham o'zini tarixi bor, nima uchun shunaqa bo'lganini o'zi biladi. Undan tashqari hech kim o'zidan o'zi uni nima deydi? Dinni qabul qilmagan bo'lsa ham tegib kelmaydi. Boshida ko'pincha qizlarimiz aldanishdida, переводчиклар aldadi. Bu dinni qabul qildi, musulmon bo'ladi. Hatta nomiga qabul qilib qo'yadi, baqa keyin yo'q, men qabul qilmadim dedi yoki baqa keyin men uddalalmadim degan holatlar bo'ladi. Chunki baribir oilada erkak kishi ustun bo'ladi. Ayol kishi ham chet eldan kelgan ayol eriga unchalik o'zini fikrini o'tkaza olmaydi. U darajada til ham bilmaydi boshida. O'sha oilada yashab, sekin-sekinlik bilan uni isloh qilishi mumkin-da, lekin shu jarayonda ayollarda ko'p haligi, hatto ayollarda o'zi muhokama qilishi aybdorlik hissini kuchaytirib borgan. Shundan keyin, misol o'sha Koreyaga turmushga chiqqan qizlar eri bilan kelganlardan sal qochadigan bo'lib qolgan. Yo, bu narsani men student qizlar
yana o'sha eri bilan kelgan ayollarda sal qochadigan bo'lib qolgan, chunki studentlarga ham o'sha jicha aybdorlik hissini nima qilib qo'yishdida, san student bo'lib kelgansan, san o'san bo'lsan degandaqa aybdorlik hissini ozgina oshirib qo'yishdi. Shundan keyin ayol bo'lib turib, biz misol hammamiz opa-singilmizda, opa-singillar nimasi ham bekorga nima emas. Biz bitta millat, bitta din vakillarimiz bir-birimizdan qochishimiz emas, bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz, bir-birimizni tushunishimiz kerak-da. Bizda shu muhokama qilish kuchli. Ya'ni men oppoqman, bu qora. O'rtalikda bilmaymizda haqiqatan. Shunaqa, to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Men ham internet anaqadan endi ijtimoiy tarmoqdan misol qilib keltiramanda shu narsani. Ko'rib qolamanda, masalan, bolalar chiqib turib, koreys fuqarosiga yerga tekkan qizlarimiz haqida negativ fikrlarni bildiradi. Masalan, u qizlarda ham nima qilsin endi? Hayot yo'lini hech kim bilmaydi, to'g'rimi? Shunaqa. U qizlar masalan bizning hayotimizga aralashmayaptimi? Bizni ham даже ularning hayoti, shaxsiy hayotida aralashishga haqqimiz yo'q. Qaysi yo'ldan ketadi, qanaqa yo'ldan yuradi, kimga yerga tegadi, nima qiladi, nima qo'yadi? Nimasi yo'qda, aralashmasligimiz kerak. Yana bitta narsa aytmoqchimanki, koreysga erga tekkan qizlardan iloji bo'lsa yashursin o'zini hayotida. Maza qilib erga tegsa, boshqa qilsa yashursin, lekin targ'ib qilmasin shu narsani. Masalan, chunki yana Instagram boshqa joyda ko'rib qolasizda, kariz erim bir bolayim deydi, mayli, prosta targ'ibga kelib qoladi bu narsa. O'zbekistonda 17 yoshli qiz bu telefonda ko'radigan bo'lsa, shunaqa yo'llari ham bor ekan-da deb turib miyasi ayniydi-da, chunki tushunyapsizmi? Yaxshi tarbiya olgan qizni ham hozir internetda bu narsani ko'rgandan keyin miyasi ayniydi. Prosta yashursin, bilganini qilsin, lekin anaqa bo'lmasin. Nima deydi? Targ'ib qilmasin demoqchiman-da. Targ'ib qilishga men ham qarshiman. O'sha ikkita millatni taqqoslashga umuman qarshiman. Chunki juda katta orada farq bor. Endi hozir bilasizmi, Koreyaga turmushga chiqayotgan qizlar soni keskin kamayib ketdi. Nimani hisobiga deb o'ylaysiz? O'sha qizlar biznikilar anglab yetyapti. Nimani anglab yetyapti? Xatoligini, balki. Chunki masalan, yoshi juda ham katta yoshdagi odamga erga tekkandan keyin xohlaymizmi, xohlamaymizmi o'rtada farqlar bo'ladi-da. Yashash tarzida, hayotda. Men shunaqa deb o'ylayman. Men viza masalalari bo'yicha deb o'ylayman. Chunki hozir mana student vizalarga ham yo'l ochildi-yu, yaxshi yo'l ochildi. Shuning uchun ham hozir misol uchun turmushga chiqmasdan ham mana shunaqa student bo'lib kelsam bo'lar ekan degan narsalar bo'lyapti. Keyin o'sha internetga chiqayotganlar ham bunga sababchi bo'lishi ham mumkin deb o'ylayman. Tanqid qilib chiqqanlar ham bo'ldi-da orada. Koreysga turmushga chiqqanlar o'zi. Bular ham bitta yordamchi bo'lishi mumkin, lekin fakt bor. Hozirgi kunda 300 mingta o'zbek yigitlariga qiz yetishmayapti. Ya'ni uylanish yoshidagi o'zbek yigitlari 300 mingtaga ko'p qizlarga nisbatan. Nimani hisobiga? Aynan o'sha 85-yildan bu yog'iga boshlab 95-yilgacha bo'lgan qizlarni vaziyatida bizdan juda ko'p narsa talab qilishgan. Ya'ni sovchilikka kelganda nima palondaqa mebel, mamnaqa juda ko'p narsa talab qilishgan. Uni ham mayli, u bironta kursda o'qiganmi, ovqat pishirishni biladimi, pishiriq pishirishni biladimi, turmushga chiqish uchun biz 9-sinfdan boshlab elita pardaga, pazandalikka, haligi salatga, nima qanaqadir o'quv markazida bo'lardi, yoshligimizda bilardim. Mashhura, Fatli bekam ukol qilishga hamma narsaga o'qib chiqqanmizda. Ya'ni bizni rostdan ham hayotda faqatgina o'sha borgan joyingda yashab qolish uchun qo'ling chaqqon bo'lish kerak, tiling yo'q bo'lish kerak degan tushunchaga o'rgatishgan va biz ko'zimiz bilan shu narsani men o'zim shaxsan guvoh bo'lganman. Bizdan 1-2 yosh katta opalarimiz ajrashib ketsa, o'rniga sirasi qiz bolaga uylab qo'yishorgan. Haligi kelin ketyapti, o'rniga yangi kelin, yangi sarpasi bilan kelyapti. Ayollarda fobiya bo'lgan demoqchisizda, masalan, o'zini oilasini yo'qotmasdan maksimal ya'ni ayollarda qadri bo'lmagan u paytda. Ayollarda qadri bo'lmagan va qizlar soni o'g'il bolalarga nisbatan ko'proq bo'lganligi uchun o'g'il ko'rgan onalar, men hattoki shu zubnoy pastani korobkasini boshqa tomondan ochganini orqasidan haydalgan kelinni eshitganman-da. Shu darajada talab kuchli bo'lgan. Ayniqsa mana siz Andijonlisiz, Andijonda mazar yedilar bor. 40 kun qaymoqqacha toshishadi, 3 mahallab ovqat toshishadi. Endi 4 ta, 5 ta, 6 ta qizi bor oilalar qanaqa qilsin? Hozir yo'qolib ketyapti lekin. Oldinlar mana shu narsalar kamaydi. Nima uchun? Keyin qizlar mana Turkiyaga, Koreyaga 4 ta, 5 ta qizi bor oila bunday qaraydi-da.
deydi hozir mani dadam qarz qilib kredit olib orqamdan shuncha narsa toshsa, orqamda singlim bor, yana bitta singlim bor, yana bitta singlim bor, qanaqa qiladi, qayerda nechta mana shu erkaklarimiz Rossiyalarda qizini chiqaraman deb o'lib ketdi. To'g'ri. To'y qilaman deb mani sinfdoshlarim opasini chiqaraman deb maktabni bitirib Rossiyaga chiqib ketishgan. Opasini to'yini qilish uchun ikkita opani chiqargungacha haligi bola disgrija bo'lib qaytib kelgan. Ya'ni bu qarab turgan qiz joni achidi. Yana bilasizmi, shunaqa nima bu aziyatli edi. Kasal bo'lsa uyga jo'natib yuborishardi. Bolasiga oyoq kiyim kerak bo'lsa uyingga borib olib kel. Nima bo'lsa bor dadangnikiga. Oxiri qizlar shu narsani ko'rib turib, yo'q, men bu hayot turmushga chiqmasa bo'lmaydi. Bizda turmushga chiqmasa ham to'y qachon, nimaga erga tegmayapti so'raveradi. Bir narsa bor ekanmi? Keyin shunday qaraydi-da qizlar, undan ko'ra deydi, mayli o'lib ketsin, nima bo'lsa ham bo'ldi, har holda ota-onamga yordam beraman, singillarimni chiqarishga yordam beraman, sharoit bo'lishiga yordam beraman deb ko'zini yumib tegib ketgan. To'g'ri aytyapsiz. Lekin endi hozir kamayib ketdi. Hozir ancha kamaydi-da hozir. Hozir O'zbekiston oldin aytishardi-ki, jiyanim bor, bil chiqaramiz, sepib tayyor, palon po'kin, kuyov bo'lsa aytinglar degan gapga ko'p qulog'imga chalinardi. Hozir jiyanim bor, uylaymiz, 7 xona 8 xona uyi bor, tagida mashinasi bor, kelin bo'lsa aytinglar deydi. Yo'q, qiz yo'q. Qizlar kamayib ketdi. Mendan ham rosa ko'p qiz so'rashadi. Voy, yo'q-da. Xayolimga kelmayapti-da. Qarindoshlarchida ham yo'q, qo'ni-qo'shnichida ham yo'q. Deymanda, rostdan qiz kamayib ketdi. Nimaga? O'rtada mana shu holi, ya'ni bu ham qizlarimizni qadri oshishiga, mana shu qayerda yo'q mazar yedilar, qayerda yo'q bordi keldilar, yo'q bo'lishiga bir tomondan sabab bo'ldi. Bu ham Allohning rejasida, bu qizlarni ayblayverishdan foyda emas. Hech kim aybdor qilmayapti. Yo'q, ayblayotganlar ko'p-da. Mana shu ma'noda aytyapman. Chetga chiq, hattoki u Koreyaga turmushga chiqqanlar mayli, nimani Turkiyaga tekkan qizlarni ham san busan deb yozadiganlar bor. Ular endi musulmon-ku turklar. U endi hammasi odamning o'zini tanlovi. Biz bu narsani to'g'ri, bizni haqiqatdan real haqqimiz yo'q-da, u Koreyasiga ketgan, nima boshqa ketgan. Ularning o'zini tanlovida. Yo'q, prosta aytmoqchimanki, mana shu, ya'ni ayblovlar qizlarga, o'sha ayollarni 2ga, 3ga bo'linib qolishiga sabab bo'lib qoldi. Koreyadagi ayollarni 2ga, 3ga bo'linib qolishiga sabab. Xulosa shunaqa demoqchisizda. Va o'sha ayblamaslik kerak. Ularda ham o'zini sababi bor deb haligi nima olib kelyapmanki, mana hozir qizlarimiz qadri oshganini hisobiga kelmayapti qizlar o'sha. Keyin o'sha mani tengdoshlarim o'zidan hali siz yoshdan katta farq bor, koreyslarga tekkan dedingiz-ku. Mani tengdoshlarim O'zbekistonda o'zidan 12 yosh, 13 yosh, 15 yosh kattalarga ham tegishgan. O'sha paytda bolalar Rossiyada ishlab kelib, uy-joy qilib, o'zidan ancha kichkina qizlarga uylangan. 10 yoshgacha normal deb o'ylayman men o'zim. Shunaqa, endi yosh tafovuti katta bo'lganda O'zbekistonda ham o'sha paytda. O'sha katta bo'lgan oralig'i yosh nimasi. Va mana hozir endi qizlar kamaygani hisobiga, endi u norma holat bo'lgan oldin. Kamaygani hisobiga hozir 2008-yil qizga 98-yil boladan sochkasi bermaydi hozir. Hozirgi kunda bermaydi yoshga. Oldin shunaqa oraliqdagi yoshlarga berishgan. To'g'ri. Da. Bu ham bir hisobdan lekin bitta aytib qo'shimcha qilib ketay. 2008-yilda qizni beradi qachon? 98-yil bolani puli bor bo'lsa beradi haqiqatdan. Tan olaylik. Bu gaplariga ham lekin jon bor, to'g'ri. Puli yaxshi, o'zini moliyaviy tomonlama baquvvat bo'ladigan bo'lsa, bemalol erga beradi. Keyin endi qarang. Qiz bolani o'zi lekin xohlamasligi ham mumkin. 98-yil bola 28 yosh bo'ladi deylik, 28 yoshgacha nima qilibdi deydi-da. To'g'ri. Agar PUBG o'ynab o'tirgan bo'lsa, конечно, bermaydi-da. Yo'q. 28 yoshgacha yo bir o'qib, bitta diplomda egasi bo'lib, bitta sohani bir boshini ushlagan bo'lsa, oila boqa oladigan potensiali bo'lsa beradi-da. Agar puli bo'lsa beradi demang. Potensiali bo'lsa, qobiliyati bo'lsa beradi. 27 yoshgacha PUBG o'ynab uyda yotgan bo'lsa, olma pish og'zimga tush deb, конечно, bermaydi. Batta pul rol o'ynamayapti. Batta 28 yil bola nima qildi? Nimaga erishdi? Agar shuncha payt farzandsiz, oilasiz, yelkasida ro'zg'or degan mas'uliyatni bilmasdan, mas'uliyatsiz hech narsaga erisha olmagan bo'lsa, ro'zg'or nimadir edi?
G'ormi? ro'zg'or degan nima borku, xurjin, ola xurjin. Xurjin. Ola xurjinsiz hech narsaga erishmagan bo'lsa, ola xurjinchisi qanaqa qiladi? Ertaga kashasi bor, pampersi bor, kasal bo'lishi bor, u ayolning o'zining rasxodlari bor. Hammasi mas'uliyatga Bu narsani bog'liqda ham hozir. Ota-onalar ham bolalarini o'ylaydi-da. Yaxshi. Endi men shu o'rinda bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Hozir oxirgi mavzuga o'tishdan oldin bizni loyihani qo'llab-quvvatlovchi hamkorlarimiz bor. La Cuba salqin ichimliklari. Agar La Cubani endi ko'rayotganlar atrofiylardagi marketlardan Lyuboydan topsanglar bo'ladi, ichib ko'ringlar. Haqiqatda ta'mi zo'r, yozda yashab ketadigan yaxshi mahsulot, o'zimizni do'stlarimizniki. Demak, ikkinchi hamkorimiz CoinShot xalqaro pul o'tkazmalari. Agar O'zbekistonga pul chiqarmoqchi bo'lsanglar, xavfsiz, ishonchli CoinShotdan foydalanishingiz mumkin. Keyin bugungi mehmonlarimizga La Cuba salqin ichimliklari tomonidan qisqacha haligi nima deydi, arzimasa ham sovg'asi bor. Shularni sizlarga birinchi tarqatib qo'ysam, keyin ikkinchi mavzuga o'tamiz. Bir minut. Rahmat, kattakon. Arzimasa ham La Cuba tomonidan. Pastga qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Rahmat. Mana shu yerda ozgina tursin, keyin olib qo'yamiz. Bo'ldi. Anaqa reklama qilib qo'yaylik hammasini. Ikkinchi mavzu nima ekan endi? Demak, oxirgi mavzuyimiz, vaqtimiz ham уже poyoniga yetib bormoqda. Demak, men ham o'zim shaxsan qiziqqan mavzuyim bu, Mohigul opa. Bolalikdagi travmalar insonning katta yoshdagi hayotiga ta'siri haqida so'ramoqchi edimda. O'sha travmalar vaqt o'tib insonning yutuqlarga ham erishishda yordam beradimi? Masalan, yoshligidagi travmalar. Shu haqida gaplashaylik. Chunki travma ko'rmagan bola Hozir haligi loser deydi, shunaqa bo'lib qolmaydimikin degan narsa ham borda. Endi hammada bor travma demoqchiman. zo'r savol berdingiz. Hozirgi kunda shu mavzu aktual mavzuda. Bir qism psixologlar hamma narsani 100% bolalikdagi travmaga olib borib taqayapti va ana shu konsultatsiyadan chiqqan mijozlar ota-onam aybdor ekan deb ota-onasini ayblab qolib ketyapti o'sha joyda. Ya'ni meni hozirgi boshimga tushgan sinovlarga ota-onam aybdor ekan deb qolib ketyapti va yana bir hali ikki qismga ajralib qolgan, yana bir qism insonlar umuman bolalik travmasi yo'q, tur o'rningdan harakat qil degan tushunchani aytishyapti. Ikkiga bo'linib qolgan. Aslida ikkalasi ham to'g'ri. Ikkalasi ham to'g'ri deganim, misol bolalikdagi har bir travma kelajakda bizni shaxs sifatida shakllanishimizga asos bo'lib beradi. Agar biz uni to'g'ri yechim qila olsak. Agar unga to'g'ri yechim qila olmasak, biz ana shu yosh bola pozitsiyasida qolib ketamiz. Ya'ni misol uchun sizda mayli men o'zimdan misol keltiray. Meni bitta vaziyatda dadam qo'llab-quvvatlamagan, yonimga olmagan, kutganman, yonimga olmagan. O'sha payt 5 yosh edim. Men juda qattiq travma olganman. Shu yillar davomida meni xotiramda juda mustahkam bo'lib o'rnashib qolgan va shu o'zim ustimda ishlash davomida tushundimki, dadam o'sha paytda meni yonimga olmagani meni hayotda mustaqil bo'lishimga, o'zimni nima deydi? O'zimni o'zim himoya qila olishimga, o'zimni nima deydi? Hozir faqat ruscha terminlar kelyapti. Bemalol ruscha gapiravering, ruscha gapiravering bemalol. Nima deydi? O'zimni nimamda, gapimda tura olishim, ish qilib, ya'ni mustahkam qilib bergan ekan. Qat'iyatimni mustahkamlab bergan ekan. Ya'ni bu hayotda o'zimdan boshqa, Allohdan boshqa suyanadigan odam yo'qligini cho'tqa tushunib olishimga o'sha 5 yoshimdagi travma menga asnova bo'lib bergan ekan va men juda erta mustaqil bo'lganman. Juda erta mustaqil bo'lganman va o'z fikrimga ega bo'lganman va o'zimni yo'nalishimga ega bo'lishga harakat qilganman. Shuning uchun u travmani sababi o'sha travma turibdi, sabab turibdi. Lekin otani ham ayblamaymiz. Biz o'shandan to'g'ri xulosa olib, to'g'ri yo'naltirib beramiz. Men konsultatsiyamda aynan shunaqa yechim qilib beraman. Mana yaqinda bitta konsultatsiyamda xuddi shunaqa bir voqea bo'ldi. Bir qiz konsultatsiyaga keldi. Ayol. Qizim o'g'irlik qilyapti dedi. 2-sinf qizi uydan pul o'g'irlayotgan ekan. Keyin jahlim chiqib urib bordim. Keyin o'zimni bosib, yo'q, buni sababini ko'rishim kerak dedim dedi. Keyin ha dedim, keyin gaplashib o'tirdik. Aytdim, siz o'g'irlik qilmaganmisiz dedim. Men o'g'irlik qilganman dedi. Nimaga qilgansiz o'g'irlikni dedim. Desam, dadam dedi, Rossiyadan dedi pul ishlab kelar edi. Sumkada pul turar edi, bizga bermasdi. Hamma o'rtoqlarim pul ishlatardi maktabda, men pul ishlatmas edim.
keyin o'sha puldan o'g'irlab borib o'rtoqlarimga narsa olib berib o'zimni ko'rsatib maktabda avtoritet yig'ish uchun pul o'g'irlaganman. Endi hozir meni ana shunda qilgan nimam endi qaytyapti bolamdan deb o'zini ayblayapti-da. Ich-ichidan o'zini ayblayapti. Keyin men aytdim. Xo'p, dadangiz Rossiyaga nima uchun borgan? O'zbekistonda yetarlicha imkoniyat yo'q. Ya'ni O'zbekistonda bunaqa katta pul topolmayman. O'zbekistonda misol pul yo'q degan tushuncha bo'lganligi uchun Rossiyaga borgan, o'sha pulni topib olib kelgan sizlarga. Va sizlar uchun zo'r kelajak yasab bergan. Lekin haligi o'sha ichidagi yetishmovchilik qonuni sizda qolgan meros bo'lib. Va siz o'sha nima deydi, siz o'zingizni yetarlicha hisoblamaysiz va nima qilmoqchisiz? Pul orqali e'tibor olmoqchi bo'lgansiz va shuni olgansiz. Endi qizingiz lekin deyapti, buni dadasi pul beryapti-da, pul bermagan bo'lsa ham mayli edi deyapti. Endi qarang, yoshligida pul o'g'irlagan, jazo olgan va endi pul o'g'irlash kerak emasligini biladi. Lekin unga travma bo'lgan, u boshqa bo'lgan, pul o'g'irlash kerak emasligini biladi. Endi nima qilyapti hozir? Qonuniy ravishda qilyapti shu narsani. Ya'ni kredit olyapti, qarz olyapti. Nima uchun? Kreditga mashina oladi, kreditga uy oladi, o'zini avtoritetni qilib ko'rsatish uchun. Faqat u narsani biladi-ku yoshligida jazo olganligini. Endi uni legallashtiryapti-da va yillar davomida to'layapti. Hali ham o'sha o'yin davom etyapti. Endi siz hozir uyingiz kredit, mashinangiz kredit, xuddi o'sha ichingizdagi to'lmagan bolaligingizni bolangiz sizga ko'rsatyapti. Bolangiz siz aksingiz. Siz endi mana shu narsani ustida ishlasangiz, bolangiz keyin o'zgaradi. Keyin shuni ustida ishlashni boshlagandan keyin bo'ldi, tushundim. Keyin degan joyni kesib yuborasizlar. Bo'ldi, tushundim deyapti-da. Demak, men bir umr o'zimni o'g'irlikda ayblab yashagan ekanman. Demak, men o'sha o'g'irlik qilganim sababi ichimdan, o'zimdan ko'nglim to'lmagan ekanda. Bolam o'g'irlik qilayotganini sababi ichidan o'zidan ko'ngli to'lmayotganda. Xo'p, siz o'sha narsani siz tashqari bilan yopmoqchi bo'lasiz. Misol, dadangiz sizga zo'r hayot qilib bergan. Lekin o'sha yetishmovchilik davom etyapti-ku siz bilan. Sizni hayotingizda yetishmovchilik bo'lyapti va siz o'sha kreditlarni, boshqalarda evaziga o'sha yetishmovchilikni yopyapsiz. Agar siz ham hozir tashqi nima bilan yopmoqchi bo'lsangiz, misol chet elda ishlab yoki nima bilan tashqi nimalar bilan nima deydi? Tashqi sabablar bilan buni yopasiz, lekin bolangizga u meros bo'lib o'taveradi. Ya'ni siz tushunishingiz kerak, что o'sha ichkarini faqatgina ilm bilan to'ldirasiz. O'sha yetishmaydigan narsani va bolangizda o'zgarish bo'lish boshlaydi. Shuni tushungandan keyin, anglashni boshlagandan keyin bu qizni ishi yo'q edi. O'sha paytda puli yo'q edi. Kredit olganlari endi erini nomiga bo'lgan. Umuman hayotidan norozi, eri bilan munosabatida juda chuqur muammolar, farzand tarbiyasida juda chuqur muammolar. Bitta mana shu konsultatsiya bilan 80% ga o'zgarish. Nimaga? Haligi ichkarida to'lmagan ichki men va ichkaridan o'zini ayblab yashagan, bir umr o'g'irlikda o'zini ayblab yashagan ayblovni biz yechdik. Bu yerda uni aybi yo'qligini, bu merosiy o'tib kelayotgan tushunchaligini tushunib yetdi va bo'ldi. O'sha tushunchasi uchun istig'forini aytdi va o'sha tushunchani to'g'riladi. Demak, hozir meni quvontirgan bitta narsa bo'ldi. Farzand tarbiyasida shunaqa onalarda ko'payayotgani, ya'ni psixologgacha borib turib, farzandimni shunaqa bilmasdan urib qo'ydim deydigan narsagacha yetib keldi-da hozir. Chunki biz paytlarda unaqa bo'lmaganda, hali ota-onalar, demak, hozirgi ota-onalar ancha oldingi ota-onalardan farqli. Rivojlanish bor, qarang. Endi biz tushunyapmiz, что bolalarimizga unaqa qilish kerak emasligini va biz o'sha o'rtada ana shu stержinda ushlayapmiz. Va o'zimiz ustimizda ishlayapmiz, prarabotka qilyapmiz, bolalik travmalarimizga borib kelyapmiz. Ish qilib hamma tomonni o'rganyapmiz, что bolalarimizga travma berib qo'ymaslik uchun. Inshaalloh mana shu bizdan keyingi pokoleniya boshqacha pokoleniya bo'ladi deb o'ylayman. Niyat qilaman, ya'ni hammasi Allohdan. Rostdan ham mana shu qilayotgan mehnatlarimiz natijasini, mevasini berishini so'rayman-da. Rostdan ham hozir onalar, hozirgi kunda onalari juda katta ish qilyapti. Ya'ni urib qo'ygan, so'kib qo'ygan. Bo'ldi, travma bo'ldi. Nima bo'lsa bo'pti endi deb o'tirmayapti. Yo'q, nimanidir o'zgartirishim kerak, qayerdadir xato ketyapti deb izlayapti. Buni ertaga qanaqadir natijasi chiqib kelishi mumkin degan xavf bor-da, qo'rquv bor-da. Alloh bar, sizda qanaqadir
qo'shimcha fikr bo'lsa yakun sifatida Vashi Lobarga mikrofon bermasdan faqat men gapiryapman. Gapiravering. Lobar deb savol beringlar. Faqat Mohi Gulash mikrofonni quchoqlab oladi. Lobar yaxshi qanaqadir ketyapsiz. yo'q agar nima bo'lsa o'zingizni fikringizni bildirib o'tib keting Yo'q. oxirgi nima bo'yicha O'zi anaqa men bildirmoqchi bo'lgan fikrlarni ko'pini ham Mohgulni o'zlari aytib o'tdilar. Shuning uchun ham menga nima so'z qolmadi deydi-yu. demak yakunlasak ham bo'laveradi chunki vaqtimiz ham yetib keldi 3 soat bo'lib ketdi. tashrif uchun avvalambor kattakon rahmat Lobar Mohigul opa keyingi safar ham o'ylaymanki bugungi podkastimiz ko'pchiligiga foydasi tegadigan manfaatli podkast bo'ldi deb o'ylayman keyingi sonlarda ham bitta yana son o'tgandan keyin nasib bo'lsa boshqa mavzularda yana taklif qilamiz bizni podkastimizga yo'q demasdan tashrif buyurganinglar uchun kattakon rahmat yakun sifatida bittadan so'z gapirsanglar Sizga ham rahmat taklif uchun. Boshlagan ishlaringiz davomiy bo'lsin. Manfaatli bo'lsin. Mana shu Koreyada musofirda ishlab yurgan vatandoshlarimiz uchun, opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz uchun va Koreyada o'sib borayotgan yangi avlod uchun manfaatli bo'lishini tilab qolamiz. Qo'limizdan kelgancha xizmatdamiz. Sog' bo'ling. rahmat Lobar sizdan Taklif uchun rahmat. Ilohim manfaatli bo'lsin podkast. Endi ko'pchilikka foydamiz tegsa xursand bo'lamiz. Agar savollari bo'lsa, bemalol yozib qoldirishsin o'sha YouTube'da kommentlariga. va keyin boshida ham Instagram tarmog'inglarni qo'yib ketamiz ism familiya bilan birgalikda shu Like, поддержка deydi-yu, shunaqa qilib turishsin. Podkastingiz rahmat. rivojini bersin, ilohim. kattakon rahmat